Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, kanalimiz obunachilari. Mana biz yana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'lov tumaniga olib kelib uстановka qilib berdik. High-tech fason darvozamiz. Bu darvozamizda razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3,5 metr, bo'yiga 4 metr. 3,5 metr mana tepasiga paramo qilib berdik. 3,5 metrdan past ochiladigan qilib. Materiali bilan tanishtiradigan bo'lsak, materiali listlari 2lik listda bo'lgan. Profillari 6x4, 1.7lik stenkada bo'lgan. Stoykasi 8x8 qalin 201lik stenkada 8x8 qo'yib berganmiz mana. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. High-tech fason nejminkalarni yopishtirib, cho'tkilab olib kelib o'rnatib berdik. Kraskasiga 2 yilga garantiya berdik. Hozir darvozamiz orqasidan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana obunachilar, darvozamiz orqa tarafi qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti. Mana ochilib turishlarini ham ko'rsatamiz hozir. Darvozamizga mana ichki zaturlar qo'yib berganmiz. Ochilib bekilishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana vatandoshlar, darvozamiz ochilib turishlari, atveslari hamma yo'q joyida. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dostavka, uстановка hamma yo'q ichida O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz. Like'lar bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.